O'zbekistonda o'qituvchi bo'lish xavflimi? Samarqanddagi voqea bu savolga javob berayotgandek. 27-oktyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani Ipak yo'li mahallasida yashovchi shaxs mast holda 112-umumiy o'rta ta'lim maktabiga bostirib kirib, o'qituvchilarni haqorat qilgan va ularga nisbatan kuch ishlatgan. Zo'ravon maktabning matematika fani o'qituvchisi hamda maktab psixologini haqorat qilib urgan. U shu bilan cheklanmay uyiga borgach, o'g'li va jiyanini chaqirib, jinoyat rejasini tuzgan. Pichoq bilan qurollangan uchovlon dastlab psixologning uyiga borib, uning oila a'zolarini o'ldirish bilan qo'rqitgan. Ular psixologni topa olmagach, yana maktabga qaytishgan. Binoning orqa tomonidan kirib, o'qituvchini chaqirishadi va ayovsiz do'pposlashadi. O'z ish joyidan haqoratlanib, kaltaklangan o'qituvchi og'ir tan jarohati olgan va tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketilgan. Samarqand viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi mazkur voqea chindan ham sodir bo'lganini tasdiqladi. Bo'lim boshlig'i o'qituvchining ahvolidan xabar olib, uning umumiy holati yaxshiligini bildirgan. Ushbu holat Samarqand viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi tomonidan nazoratga olingan. Nima deb o'ylaysiz? Rostdan ham O'zbekistonda o'qituvchi bo'lib ishlash xavflimi? So'nggi yangiliklarni kuzatib borish uchun Anhor o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga obuna bo'ling.